bilmayman. Sürpriz etdi. Qishda bo'yoqni bilmayman. Soat 5 qoldi. Bugun Jamshidjon tug'ilgan kunlari, bugun hamma yaqinlari kelolgan odamlar, bugun hamma yaqinlari Xorazm, Vodiy, Qo'qon, Turkiya, hamma shu yerda bugun va hamma yig'ilgan. Nima uchun? Birgina Jamshid do'stimizni tabriklash uchun. Biz har kuni ko'rishimiz chunki mana shu do'stimiz bor ekan, shuncha odam mana yig'ilishiga, ko'rishiga sababchi. Mamlakatda hamma viloyatga totadigan darajada iste'dodi bor, o'ziga yarasha bir o'rni borligi uchun bir parcha patir olamga tatir. Jamshid aka tug'ilgan kuningiz bilan baxt, omad, sog'lik, salomatlik. Bu yil xudo xolasa to'y ham bo'ladi. Baxtli bo'l, umringiz bo'lsin, salomat bo'l, hamisha yuzingdan kulgu va tabassum har bir. Toshkentdan mehmonjonlar, Toshkentdan. Bizning Hamal kompaniyamiz, grup kompaniyamiz nomidan seni tabriklaymiz. Bu yerda va ochilishga seni taklif qilamiz. Keyin. Uy vatan deyishadi. Ben mehmon vatanda yuribman. Lakin shu mehmon vatanda menga vatan bo'lib do'st bo'ldingiz. Yangi proyektimizin birinchi uyini senga taklif qilaman. 20 kundan keyin tug'ilgan kuni qana qaytaraman men. Birinchisi. Va rahmat kattakon.